Assalomu alaykum. Men Hikmatullo Jo'rayev. Bizda cho'lchang boqamiz. Cho'lchang nafaqat tashqarida, balki yashik usulida korxonamiz ham bor. O'sha korxonada ham boqamiz. Xo'p, bugungi ish jarayonidan kamroq lavha olmoqchi edim. Mana bizni tayyor bo'lgan biogo'mishlarimiz mana bunday sifatda. Albatta bu oliy sifat. Kim buni biogo'mishni tushunsa, buni ko'riboq baho beradi. Xo'p, mana biz biogo'mishdan cho'lchanglarni yashik uslubida ajratib oldik va ko'rishlaringiz mumkin bu joyda. Bakay, cho'lchanglari bo'lishi mumkin, lekin bunchalik ko'p emas. Bu esa bizni ish jarayonimizni ancha yengillashtirib beradi. Elash jarayonida hadeb cho'lchanglar chiqavermasdan va cho'lchanglarga ham qulay, bizga ham qulay elash jarayonida. Shunday. Bu yashik uslubida biz kamida bir 4 yoki 5 marotaba yashiklarga oziqa solib cho'lchanglarni ajratib oldik. Natijada mana bu biogo'mishlarda cho'lchangimiz deyarli qolmadi. Bor ikkita. Bu esa bizga elash jarayonida ancha yengillik beradi. Chunki cho'lchanglar ko'p bo'lsa, elash ancha qiyinlashadi. O'sha sababdan. Xo'p. Mana hozir ko'rsatish mumkin. Mana cho'lchanglari bor yashik. Lekin ko'taraman. Ko'taraman. Aravaga oldiraman. Aravaga oldirdik. Bu yerlarga biz boshqa joy tayyorlaganmiz. Qarang. O'sha joyga ko'chiramiz hozir. Mana shu. Cho'lchanglarimiz sotuvda. Biogo'mishimiz ham sotuvda bor. Mana bu yerda bir şey, mana shu joyda 5 zil to'ktirganmiz. Erta bahor. Bu mart oylarida edi. Mana hozirgacha yeb mana shunday holatga olib kelgan. Juda yaxshi sifat bu. Mana shu qadar hisoblasangiz, ana apreldan ham hisoblang, hozirgacha qadar bir 10 oy bo'ladi. Hisoblab ko'rasizlar necha oy bo'lsa ham. Mana shu oygacha yegan. Bu nima deydi? Qo'pol qilib aytganda ko'zga surtib olayotgan tovar bo'lgan. Xo'p, podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos podpisatsiya bo'lingizlar. Yangi videolar chiqarib turamiz endi. Va yashik uslubida qanday parvarish qilishni ham o'rgatamiz. Bu yerda bundan deyarli bir 10 barobar yaxshi sifat. Mana yaxshi joy. O'shaning uchun kuzatib boring bizni YouTube'dan. Qanday biogo'mishni ishlab chiqarish va u yerdan nafaqat biogo'mish, balki vermichay deydi. Vermichayni qaytib olishni ham ko'rsatamiz. Bugun ko'rsatuvimiz shundan iborat edi. Hammaning ishiga omad, muvaffaqiyat. Rossiyadagi akalarimizni ishlarini Xudo o'ngidan keltirsin. Akalarimizni, do'stlarimizni ishlarini o'ngidan keltirsin. Kishilar to'lgan holatda aziz farzandlarning oldiga, ota-onalarning oldiga sog' salomat qaytishni nasib qilsin. Kanallarimizdagi yangi videolarni ko'rib borish uchun iltimos podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar. Ko'rishguncha xayr.